garov egasiga qarshi kelganman. Bu qarshi egasiga men yana ish o'rnini ajratib, o'z faoliyatimni ketmoqchiman. Rahmat singlim, bizlar doimiy sizni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Agar garov asosida o'sha bugungi kunda moliyaviy ko'mak kreditimiz bor, 100 million so'mgacha garov asosida kredit ajratishga bizlar tayyormiz. Bizlar kredit inspektorlarimiz sizni loyihangizni o'rganadi va sizga kredit ajratishga ko'maklashadi. Bizlar tayyormiz sizni loyihangizni qo'llab-quvvatlashga. Masala bo'lmaydi, tegishli tartibda tegishli hujjatlarni taqdim qilsangiz bo'ladi. Qanday hujjatlar bo'lishi kerak? Ipoteka kreditiga qishloqdan bo'lishi kerak. Aka, ipoteka kreditimizda o'sha tartiblari bor. Qishloqdan qurish uchun siz o'sha mahalla yetkaziligiga murojaat qilasiz. O'sha 120 million so'mgacha o'zini tartibi bor. Doimiy daromad manbasi bo'lishi kerak bunday sharoitda. Doimiy daromad manbasi. O'sha turar joyga bo'lgan mulk egalik huquqlari bo'lishi kerak. Kadastr hujjatmi yo boshqa hujjatmi? Kadastr hujjatlar. Endi asosiy hujjat kadastr hujjati hisoblanadi, qurilish bo'lgandan keyin. O'sha o'zingizning nomingizda bo'lib, shaxsan o'sha qurilishga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, mahalla yetkazilgan tomonidan tavsiya beriladi. Mahalla platformasi bo'ladi. Shundan yuborsangiz, arzangiz kelib tushsa, bizlar kredit inspektorlarimiz buni ko'rib chiqib, ijobiy xulosa qilib berishga tayyor. Agar birlamchi yo'llaman deyotgan bo'lsangiz, tayyorman. Misol uchun o'zimizda Paxtabosh, Yangi O'zbekiston masjidida yoki Samarqand shahrida, Toshkent, Qoraqalpoq farqi yo'q, qayerdan agar shartnoma olib beradigan bo'lsangiz, biz 330 million so'mgacha 20 millionga 18%dan sizni xohishingizga ko'ra annuitet yoki differensial, ya'ni kamayish hisobiga ilk bir xillik hisobida sizga grant beradi. Lekin manbasi bo'lishi kerak. Doimiy daromadga ega bo'lgan fuqarolarga ajratiladi ipoteka kreditlari.